Assalomu alaykum aka gapda ishqollari, xonadonlar, uydagilar, ballar hamma yaxshimi? Allohimga hamd sanolar, shukronlar olsun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salom. Meni yaqin aziz birodarlar, hammalariga salom. Vitakanga abdingni salomlar olsun. Aka kelgan qadamingizga rozi bo'ling. Rahmat. Shunchalik meni videolarimni ko'rib, postoyanno Rustamxon videolaringizni ko'raman deb mana keldingiz. Kattalar beryapman, uchun mahallangizni chempionlari. Maza qiling. Agar ushasa qo'li qo'shlar desa berar. Bermasa aka, o'ligiga ham, to'yiga ham, yaxshiligiga ham shular kerak bo'ladi. Men ataman videomda. Agar mavoda bersa berdi, bermasa xafa bo'lmaymiz. Gap so'z yo'q. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat aka, mana shu juvonani yo'qotmasa ehtiyot qildim. Mana ikkovi narmodalarni ham yo'qotmadi. Kaptaringiz zo'r ekansiz, men xursandman yana beraman. Barizga shunchalik kelib, mana bizim uyda tomosha qilyapmiz kaptarlarni. Akam ko'rib hayron qolib, bu xo'p kaptarda qarang ko'pligi. Maşallah, maşallah. Bir bosib berib ko'rasizmi aka? Ma! Qarab turing, bitta oling, akam uchun bitta tashlab bering. Ma! 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 Maşallah. Vay canavar. Ma! Maşallah, maşallah. Ma! Ma! Mana kelar kaptarlar ko'pchilik aytyapti, aka deydi. Yo ko'z og'riga, yo qulishga, yo qurigan, piqirlagan shobot kasal yo'q deydi. Men o'zim doktorman, o'zim qarayman bularga erimni. Kerak erimmasam bitta qarab chiqmana kaptarlar qiling. Ba! Vay maşallah. Ba! Ba! Yana o'yinchilar chiqib qolsa, xudo olsun Umid akamga o'xshaganlarga Umid akamga berib olganlarga chiqib qolsa beraman. Bugun ham chiqarib 5 ta chiqarib oldim. Ba! Ana shu ertalarga aldoq xudo olsa. Ba! 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 Menga bularni bitta kishmish chiqdi, bitta takla chiqdi, bitta malla soch chiqdi, bitta bodom chiqdi. Hop, hakka chiqdi. Hakka vobshe yomon ekan mana buni. Ma! Mana shu yomon ekan. Mana shu yomon kaptar. Reza qo'yar ekan. Yomon solar ekan. Ma! Odamlar hakka. Mana shu bozor mana. Be! Ana shu hakka ham yomon. Ana hakka mana. Mana shu hakka ham yomon chiqdi. Ovozidan ham tusholmayapti janob. Ovozidan. Ni qo'lingizda qo'yvorsa bo'ldi, katta o'sha o'yinni ko'rsataveradi. Buni ko'rsataveradi. Ma. Hey, sog'. Be. Endi buni sochlarni, qani sochlar? Ma. Be. Endi buni sochlar endi keldi, mana yangi keldi, yechib Ma. Be. Mana shular yangi yechib oldim aka, xudo xolasa, inshaalloh mana yangi yechib oldim mana. Yangi qo'yib oldim. Bularni endi bir xudo xolasa bir hafta 10 kun yursa, uchirib kattalar qo'shib tursa, xudo xolasa bular ham zo'r bo'lib ketadi inshaalloh. Ammo hozirda mana qani kuyi paypol moda bor. U ham katta o'ynayapti. Libodon o'ynayapti. Mana buni chincha beylar chiqmayapti. Buni o'zi beylar. Mana o'ziniki onga atdim. Aka go'rs kelaman. Kelaman dedi. Kelmadi undan yechaveravering undan. Birov tushsa maza qiladi. Beylar katta qolmadi-da menda. Hammasini yechib oldi. 60 ta yechib olgan bo'lsam, xudoga shukr, hali birontasi ketgani yo'q. Yo anaqa dejini qilgani yo'q. Hammasi yuribdi. Nima hisobiga aka bularni men elimga bular qarayman. Aqa chiqib ketsa bu tomonga aqalaqa ketaman desa, o'ziga qo'yib beraman. Ketaversin, xohlagan tarafga ketaversin. Nimaki dejini qiladi, adabati uyini topolmaydimi, keladi. Nima hisobiga bu chujoy desa olaman men. Agar o'ziniki tomga chiqqan, havozaga chiqqan tushgan desam olmayman. Nimaga uyini eslab ko'tarib ketib yuboradi, sirada yetib boradi. Cho'joy bo'lsa, yurib, bar majbur kelib, yana shu xonadonimga keladi, yuraveradi. Ularni o'rgatib olsangiz bo'ladi buni. Chempionlar o'rgatib olsangiz bo'ladi. Ularni 5 soat, 4 soat havoni sig'i bor, qizig'i yo'q aka. Haydab, Rustamxon gap yo'q, kaptar ekan demasiz, menga aytaverasiz. Beg'ijolar. Mana shunaqa odamlar kelib, uyimga, xonadonimdan kelib o'qishyapti. Qanaqadir kaptarlar yoqib qolsa, men ham ko'nglimdan chiqarib beryapman. Bularga ham yoqyapti. Mana shunchalik kelib tomosha qilib ketishyapti.
Haqiqatda svejik ko'rgan boshqachamikan? Albatta bu joni baribir joni. Boringizga shukur. Bitta duo qilib beraylik aka. Mayli, hammamiz ishlarimiz rivoj bersa Alloh o'zi qo'llaydi. Allohu akbar. Aka shunchalik kelibsizlar, tan jonlaringga, umrlaringga, Amin. rizqlaringga Alloh baraka bersin. Amin. Shu akamiz ham erimni video olyapti. Nima niyat qilib olgan bo'lsa, Alloh taolo ajrini bersin. Amin. Ey Robbim, bola chaqalarning o'zini havosini ko'rsin. Amin. Niyat qilib chekka kelishibdi, niyatlarini Alloh ajrini bergin. Bemorlar yotgan bo'lsa shifo ato etgin. Qarzi bolalarga najot bergin. Farzand so'raganlarga farzand bergin. Umralarga ham, hajlarga ham, jannatlarga ham birga bo'lib, oqibatimiz yo'qolmasin. Ota-onasini o'ylab, uylar qilaman, to'ylar qilaman, mashinalar olaman degan aka-ukamiz ham omad bersin. Amin. Amin. Allohu Allohu akbar. Videolar mamlakatda rahmat deb bitta like bosib